o'g'limni neyropatolog tomonidan aytib o'tishim kerak. O'g'lim 5 yoshga to'ladi. Gapirmagan edi. Neyropatolog tomonidan bizniki autizm qo'yilgan edi, SDVga ZPRR qo'yilgan edi. SDVga juda ham aktiv bo'ladi. ZPRR задержка психического развития, bola umuman gapirmaydi. Men disitsin berishni boshladim. O'g'limga sentyabr oyidan boshlab hozirgi kungacha beraman. Undan tashqari omega beraman, D3 и ko'rilmay suvini har kuni idishiga, bog'chasiga solib beraman. Mana shu rezultatda o'zida bolam gapirib ketdi. Shu 6 oy ichida men uchun juda ham katta rezultat, потому что olib bormagan joyim yo'q. Hamma doktorlarga olib borganman, psixonevrologlarga olib borardim. Psixolog bilan ham shug'ullanganmiz, может, asabdanmi, nimalardir gapirmaydi deb o'ylayapman. No, mana shu lisetin, omega, D3 ko'rilmayni o'zida bolam gapirib ketdi. 8-martga she'r yodladi. Mamachiga люблю deb. Juda ham katta yutuq. Xursandmiz siz uchun. Juda xursandman. Молодец. Поделиться коллегами что результат bilan. Lisetin каждое утро bilsanglar, agar autizm bolalar nima qilmaydi, yutilolmaydi, katta narsalarni, kapsulani yutolmaydi. Men u kapsulani ichini kesib, nonga surib berardim. Omegani ko'rsanmi? Qilardi. D3 spray juda ham qulay и suvini men bog'chasiga, shu idishiga solib berardim. Shunaqa qilib berganman.